Botir Qodirov kutilmagan yangilikni e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun layk va obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormang. Faqat bizning kanaldan topasiz. Xonanda Botir Qodirov otasi Sherali Jo'rayevning qo'shiqlaridan iborat konsert dasturini taqdim etdi. Ushbu dastur 21-mart kuni soat 20:00 da Zo'r TV telekanalida efirga uzatilgan. Unda bir necha remeyk qo'shiqlar o'rin olgan. Ko'plab muxlislar bu aprel oyida bo'layotgan konsertning debochasi ekanini ta'kidlamoqda. Ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilmagan. Botir Qodirov tadbirkorlik faoliyati bilan ham qizg'in shug'ullanmoqda. U hamkorlari bilan Toshkent Bashkent turar joy majmuasini qurmoqda.